Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi 7-darsimizni ham boshladik. Bugun T harfini o'tamiz. T harfimiz qoidasiga ko'ra o'zbek tilidagi T tovushi kabi o'qiladi. Mana to'rtta ko'rinishni yozganman. Xo'sh, bu birinchisi alohida ko'rinishi, ikkinchisi boshida keladi, uchinchisi o'rtasida va oxirgisi oxirida keladi. Xo'sh, bularni hozir yozib ko'rsataman. Xohlagan joyimizdan 3 ta katakcha olamiz va xuddi me kabi shu 3 ta katakchani o'rtasidagi katakka yozamiz. Xuddi shunaqa qilib, Qur'onda T harfi har xil kelishi mumkin. Ikkita nuqta qo'ydikmi, o'sha demak T hisoblanadi. Bu ma'lumot o'rnida aytib o'tdim. Bu ikkinchi boshida keladi. T harfi bilan boshlanadigan so'z yozsak, shu nimadan boshlaymiz va o'rtasida, keyin bu oxiridagi. Sizga oson bo'lishi uchun alohida ko'rinishi ikkita katakchani ichiga yoziladi. Xuddi shunaqa qilib yozamiz. Bitta misol yozaman. 3 ta katakcha chizamiz. T yozamiz va me. Esingizda bo'lsa, me o'rtada kelganda xuddi shunaqa shaklda yozilardi. Tamar. R ikkita katak pastiga. T bilan me demak 3 ta katakni o'rtasida yoziladi. Xo'sh, tahrir so'zi. Tahrir. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Men yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu darslarni o'zimni zo'r ko'rsatish uchun olayotganim yo'q. Shunchaki men qiziqaman video olishga va shunaqa darslar o'tishga. Men ishonaman, shu darslarim kimgadir foydali bo'lyapti degan umid bilan joylayapman. Rahmat.